Кеш мүкіріп қапты. Бүгін сілей сөзлеп бірдіға хикаям болса, ерлік хикая емес. Мындағай кепін қылдыған лау жүнің, әмді Инкас районында қақла әң қорқынышлық деп yazған бір Инкас оке, шуны көріп аңлап баққантым. Шуны сөзлеп бірай сілейге. Әмді бұл хикаяның ісмі Jin Tong Yunu еке. Бұл Jin Tong Yunu деген да бұтланың Гуайың Пусаның ені да bir kız bir oğul turdu bu aslı tarafta resimlerini köşe alabilirsiniz. Aşının kartılgan de bu hem de muşlanın şu Hanzo milletinin ahiretlik işlerini kılganda aş küçük ballarını tan köydürdü de resmini. Şu köydesi hem de aşının bilen bile uyak bardı anake muş işkisi yeteklep yardım kıldı dep açtak bir karaş bakya. Hem bugün hikaye şunu onlar söyledik. Şimdi bu hikayeni depegen tordaş bir kız ki, bu kız küçük vaxtıda sel oğul mijaz ekan da, ögünüşüm o anca yaxşı emas ki, şu sınıfның en ahırda oturadi ki. Şimdi bu kızın parti dişi Jangyun degan bola ki, bu balama endi muş kızga o'xshash yaxshi o'qimaydigan sho'x bir bola ekan da. Bu ikisi endi en ahırda o'tirib kelib, ya ders anglamaydi ki. Bularning nazarda 3 xil ders bor ki. Birisi Benjurunning dersi, yana birisi tantarbiya dersi. Onun baş qağallarının hemmisi qol hüner dersi de var ekan da bular. Nimish qilsanglar endi qog'ozni birlarini kesib, turunlarni yasab, qochuqlarni yasab, ya bo'lmasa birlarini sizib degandek ashtaq ishlab bilan qol hünerlik qilib o'tkazdir ekan, dars olmaydi ekan. Endi bu ikkisi odatdami mijoz shunda chiqishgandan keyin birga o'ynaydi ekan da. Bir-birisining uyiga berib baqqanki, endi bular to'la shu o'g'ilning uyiga berib oynaydı ekan da, nemiga desanglar birinchidan buning dadisi yo'q ekan. Apisi ishlaydi ekan, jiq vaqtda uyda odam yo'q ekan da. Yana birisiga buning uyida dadisi bu vaqtida ipagan yo'shchidan birisi ekan, o'yinchoqdan birisi ekan. Bular shuni o'ynaydi ekan da, apisi ishdan kelishdan burun bular maktabdan baldir keldi-ku, boshlang'ich baldir. Berib shuni o'ynab apisi kelaydi qolganda bular bildi ekan-da nechalik keldigini. Bu qiz yugurib ustidagi qavatga chiqdi ekan. Anken apısı üye kirgetkendan keyin bu kız tushib o'zini uyiga ketirganda chandamaydi ekan. Endi bu Jangyunning dadasining bo'lgan ekan desanglar, bu dadasi mashina haydab, birisini so'qib etib, u vaqtlarda Jenkong bilan taraqqiy qilmagan bo'lgandan keyin qechib ketgan ekanda, uyini bolini tashlab biroq nima ketganini hech kim uqmaydi ekan. Ashtaqla yutgan odam ekan u. Shu sababdan endi o'lib ketgan bir mo'may ekan. Şu momayning uydagilar bularning uyiga kelib, ishiklarini chekib, qon qarzini to'la, u bu deb bu ayolga shunda besim olib kelgan ekan-da. Shundan keyin bu ayol shu bir xil g'alita bo'lib qolgan ekan. Ondan keyin nihoyat bir kichik ishlar uchun bu bolasi Jangyunni uradi ekan-da. Xo'shlarimiz biladi ekan uni. Shuning bilan kunlar mustaqil davom etishdi, bir kuni endi bu qiz maktabga kelsa Jangyun endi yo'qda, kelmagan ekan. Shuning bilan bu og'rib qoldimi, biraj buga o'xshaydi deb o'tiraverdi ekan. Eng oxirgi soatlik dars, 4 soatlik darsda shu Benjurunning darsi ekan, kirib, qarab, Jangyun qani deb so'raydi ekan-da. Uxmaymiz. Bugun tug'ilgan kun ekan, balki tug'ilgan kun o'tkazotamiz deb deydi ekan-da bola. Degandiki, voy bu cho'p-cho'ng bo'lgandan tug'ilgan kun o'tkazdi. Menga siz berib chaqirib keling deb ma qizga buyurdi ekan, yaqin do'st bo'lgan ekan. Sonra bo'ldi da bu qiz chiqib maktabdan oldiga chiqsa, bu yerda bir yaymochidigan bir mo'may ekan-da. Doim mushkisi shu mo'mayning yoniga berib o'ynaydi ekan. U mo'mayning yayimizda har xil o'yinchoqlar ekan-da, kichik bolalar yaxshi ko'radigan. Shuning bilan mo'may bo'lgan deb bu mo'may kamiga xil kulyapti ekan-da. Arlab paydo bo'lib yashadi. Shuning bilan ko'rishib qo'yib berib, mo'may yo'qolib ketdingizmi bu deydi ekan. Ben bu deb bir xil shu Jangyunning uyi tarafga qarab, asla javob berib, men mani o'ynar deb o'yinchoqdan birini berdi ekan-da. Bu qiz ham kichik bo'lgandan keyin yana yangi o'yinchoq ekan deb uni o'ynaydi ekan. Uni o'ynab bo'lsa yana birisini berar ekan, yana birisini o'ynab bo'lsa yana birisini berar ekan. Boshdan oxir ham bu qizni tutib qolmoqchi bo'lgandek, o'yin qiziqtirdi ekan-da. Bu qiz ham u yerda o'ynab yarim soatdek vaqt o'tkazdi ekan. Tushib ketdi ekan-da, boshqa bolalar darsini tushirdi ekan. Voy apla, bo'lmasa ma'lum qoplaydigan bo'ldi deb
Bunu men oynamayman deb жүгүрөп Жаңюнун үйүгө барды экен. Барсам bu үйүнүн binanın astığı adamlar buluşup ketken ki sakçı maşınlar bak ki sonra ne muptu dep bu kız basa ve küçük oğlandı ki arlaşmam bulmaydı deydi ki sonra bilen ne muptu dep bir daim gördüğüm hoşunu sokken şu hoşunu üstüne soğursa Жаңюн'un apısı işte yok kıyıtıp da öldürüydü dep deydi ki de bunu anlap bu kız kork gitirken de hem de keyin çoğlardan anlap uqsa bu iş mandak ki Жаңюн şu günü Tushda yo'lchi o'ynab o'tirdi ekanda, o'tirsa opasi yotoq uydan chiqib, maktab bormabsanmi dedi-ki. Desam maktab qo'yibdi bizni tushdan keyin o'qimaymizga dedi-ki. Degani kim deb yolg'on gapirsa dedi-ki, desam men yolg'on gapirmadan biroz qo'yibdi dedi ekanda. Sonra bu opasi yugurib oshxonaga kirib, chaydodan birini ilib, o'zining so'l qo'lini chanab edir ekan. Жаңюн qo'rqishdir ekanda, bu opamning bo'lgani deb. Yana yolg'on gapiramsa deb degan ki ya apa xapama lekin maktabda işte qo'yayotgandi deb yana işte degandiki mana hamsa deb bu opis chaydonni ko'tarib kelib Жаңюнның bo'yini qilam chanaydi ekanda. Endi cho'nglarning deyishicha bu Жаңюнның badani bilan beshi bir teri bilan ilishib qolgan ekan, bo'lmasa biroq uzilib ketadi. Shuning bilan bu yerda tekshirishlar bo'ldi-ki, hamda hammasi hayron qoldi ekanda, bu Жаңюн nimishqa işte yolg'onga qildi, nimish maktabdan qo'yib berdi deb opisining Taz normal emaskin bilib turib nima ishqashda qildi deb tekshirsa, uyda rost degandek bir maktabdan qo'yib berish, uqtirish ekanda. Buni kim chopladi deb endi izdisa, bularning udul qo'shnisi bu ayolning laqsal normal emaskin bilgachga bir ashib qolmasin deb o'zining ishiga ashlarniga qartib, Janko'ning birini ip bekitib qo'ygan ekanda. Voy men bu shtaq Janko'ga ko'rib boqayin deb ochsa, bu ayol uydan chiqib ishga shu maktabdan qo'yib berish, o'qitirishini qo'yib etib, choplab etib, teshib chiqdi ekanda. Shunda bir chaqda Жаңюн chiqib, maktabdan vaqtman shu ishga qarab yo'qqa vaqtda. Ashuni ko'r qilib va maktabdan qo'yib beribdi deb bu qo'shal uyga kirdi ekan. Shunda shu vaqtda bu ayol hech nima bo'lmagandek chandamay uyga kirdi ekan, ijara bilan. Kirib, tushdikin bu vaqtda ashi ish chiqdi ekanda. Hesapta uyuzi choplab qo'ygan ekan buni, o'sha ayolda. Shuning bilan u ayolni tutgan bo'ldi ekan, nima ish qildim, u bu ayol uxmaydigan o'xshaydi o'zining nima ish qilganini. Qo'lini kesib olganlarini o'zi toza uxmaydi ekan, qaqlab, davolab qo'ydi ekan. Shuning bilan bu ish mushtaq tugaydi ekanda, o'tishdi ekan. Ana ma qizning uydagilar maktabga berib, muallimni arz qildi ekanda, sen nima deb uzoq bormay u bolani chaqa qildi. Mening qizim navbatsa, agar o'sha naq maydonga berib qo'ygan bo'lsa, bu chaniyatdi emasmi bunimi? Sen nima ish mas'uliyatsizlik qilsa deb hisobdagi maktabdan oldidagi yoyimichi mo'may to'xtabdi deb tutib olmagan bo'lsa, bu qiz naql tushadi ekan, naq maydonga. Bu qizim chaniyatish mumkin ekan. Shu bilan Жаңюн shunday ketib qoldi-ki, bu qizning yinda shu Жаңюнның ishlatgan narsalari bir so'mkisi işte bir nima bor ekanda. Buni ip tashiydi desa, muallim unamaydi ekan. Arz qilgach 3 olgandek ko'p qoldimi? Ya bunu taşıyorsan bulmaydı, sen bir şey qo'y, senin yakın do'stingning narsalari. Sen qarab tursan olmaydi deb og'izmaydi ekan bu qizga. Shundan bu qiz birnim izlab, bunun so'mkasini ichib qarasa, ichidan shom, qog'oz, pul, ko'ni do'ppa degandek bir narsa chiqdi ekanda. Uni ma'lum deb qo'ydi ekan, o'sha narsalar bor ekan. So'ngdan ozroq vaqt o'tib, bu qizning tug'ilgan kuni keldi ekan, bu kuni bu qiz do'stlari bilan tug'ilgan kunlarini o'tkazib kechdi. Yana yerib ketdim deb baldir uxlab qoldi ekanda. Uxlab bir chaqdan bir tush ko'rdi ekan. Tushida bu shu hayot vaqtidagi Жаңюн bilan ashlarning uyida o'yinchiq o'ynayotgan ekanda, yo'lchi o'ynayotgan ekan. Shu bilan tamdiliqında kalendarlik soat va ekan. Vaqtga qarasa, naq shu Жаңюн opis tarafidan yo'q bo'lgan shu kun ekanda, u vaqtmi shu tushdan kelik dars boshlaydigan oz qolgan shu mezgil ekan. Men tushimda shu kunni ko'ribdiman deb o'ylaydi ekan. Bu qiz o'ynayotsa, bu Жаңюнның opisi yotoq uyda turib gaqildi ekanda. Жаңюн maktabga bormabsan-ku deb bir xil chiroy ifodasi yo'q, shundan so'g'uq so'raydi ekan. So'ragandagina bu o'ynayotgan Жаңюнның chiroyi ifodasiz bo'lib, yomon bir so'g'uq ovozda maktabdan qo'yibdi deb javob qaytardi ekanda. So'ng bu ayol nima qilgan qilsa deb o'rnidan turdi ekan.
Turib, astamış kötüngü çıkır ekan-da. Ma qiz ko'rib qo'rqib ketar ekan bu ayolning chiroyini. Chiqib, "Nima ish maktab bormaysa?" deb so'raydi ekan. So'rasa bu Jonghyun yana qarab turib, opasining ko'zining ichiga "Maktabdan qo'yibdi" deb javob bergan. Shundan bilan da bu ayol yugurib bilan oshxona kirgitib, qo'lini kesib ketar ekan-da, ko'rdi ekan shu manzarani. Kesib, chayda qon, "Sen nima ish meni aldaysan?" dedi ekan. Desa, "Yo'q, maktabdan qo'yib berdi" deb Jonghyun ochdi degan ekan. Bu ayol shu chaydoni ko'targan petlam bular qarab etildi ekanda. Shu chog'da bu qiz bunda qarab, bu ayolning keyinda bir mo'mayning borligini ko'rdi ekanda. Bu mo'may bunda beshini past qilib, ma cho'qqisida ma Jonghyunning opasining dumbisiga bunda tirib olgan ekanda. Anki ikki qo'li bilan ikki jaynikini bunda tutib olgan ekan. Ondan buning opasining puti ko'tarillikka bu mo'may putini shu topilning ostiga, ayolning topilning ostiga qo'yib olgan ekanda. Hisobda shu mo'may kontrol qilib mang'uzganda ekan. Shuning bilan bu mo'may ashundoq etilib kelgan vaqtda keyinda turib, yomon sat bir chaqiraydi ekanda. Ajoyib bir chaqirib ketar ekan. Shu chaqirgan bilan bu qizning quloq tubidan opasining ovozi oldi ekanda. "Qizim, qizim, men bo'ldingiz" deb. So'ng bilan ko'zini ochsa, opasi yana turgan. "Qor besib qoldimi?" deb opasi ko'ngil berib so'raydi ekanda. Bu qiz yig'lab, "Voy opa, mushtaq osh kun bug'ashini tushab qopdimi?" deb bug'ashning hamini gapirdi ekan. Depagan ki, "Qor besib qopdi qizim" deb bu qizni quchoqlaydi ekan opasi. Quchoqlab, quloq tugib, bir xil sat yijib, "Nima ish maktabga bormiding" deb beliq ayoldek qildi ekanda. Ondan keyin "Seni bu qitim qochirib qo'ydim. Bu daqiqatim cho'qim ekitime" deb oshta gaplarni qildi ekan. Bu qiz hamda o'zining opasi deb o'ylagan bir opasini quchoqlab turganda bu yerda. Shunday bir qo'rqib ketdi ekan, nima qilarini uqmay qoldi ekan. Ongacha bir soat bor ekan. Har 12 bo'lganda tet qilib sayrab qo'ydi ekan. Shu ovoz chiqqan bilan bu ayol qo'yib yutib yugurib bilan eshikni ochmay o'tib ketar ekan, chiqdi ekan. Shuning bilan bu qiz karavotdan tushdimi, qo'rqib yashadi, vaqirab yig'lab ketar ekan. Bir chog'da o'zining opasi kirdi ekanda, kirib, "Nima bo'ldi?" desa, "Mushtaq qor besib qoldi, mushtaq sen o'xshash bir kirib meni quchoqladi" deb degan ekan. "Bu bolani qor bosdimi" deb, bularning doktorlar bor. İbadetxonaga opiramda işte so'rasa, bu doim meni maktabdan oldida bular uchraydigan mo'may yaymachiligim. Mana shu Jonghyunning dadasi so'qib yo'q qilayotgan mo'may ekanda. Bu mo'mayning shu oxiratlik ishini qilgan vaqtda beshini degan-ku, bir qiz bir o'g'ilning rasmini qo'nchiqini ko'ydirdi. Shundan ko'ydasa, bularning badani ko'yib, besh ko'ymabdi ekanda. Shundan ajalik cho'nglar bu ayol bu bir qiz bir o'g'il bilan birga mengashni xohlamagan o'xshaydi deb ashta bir gapni qilib qo'ydi ekan. Shundan keyin bu ayol ham mushlarning ko'zi ko'rinishga boshlaydi ekanda. Bu ayolning akatmoqchi o'g'ini bir qiz bir o'g'il mushish kiskanda Jonghyun bilan ma qiz. Shuning bilan shundoq har xil usullarni qilib bu opasini ozdirib, qaymoqtirib Jonghyunning tug'ilgan kunida Jonghyunni akatgan ekan. Yani ma bugungi ishmi, ma qizning tug'ilgan kunida bo'lganda qor bosgan ish. Bu ayolning ham shu tug'ilgan kunida ham akitalaydigan boshqa akitanmaydi ekan. Shu bilan doktorlar uni degandan keyin boshqacha hech qanday emas, lekin cho'qim tug'ilgan kunda 18 yoshga kirguncha tug'ilgan kunda diqqat qilish kerak deb deydi ekan. Bu qiz shu 18 yoshga kirguncha har tug'ilgan kunda shu ibodatxonada yetib qopib o'tkazdi ekanda, ayrim o'tkazmaydi ekan. Shuning bilan bu hikoya oxirlashdi. Endi bu mo'mayning Jonghyunni o'ltirdigan vaqtda bu qizni shu maktabdan oldida o'ynag'izib tutib qolgani endi. Agar bo'lsa o'lib ketadi bu qiz bu. Lekin u tug'ilgan kuni bo'lmagandan keyin bu mo'may aktanmay qolibdi. Shunga asha tutib olib ikkiga bo'linganlarda o'ya bir sayoqda bir sayoq bo'ldimi? Asha bu qizni ashta saqlab qolgan ekan. Tug'ilgan kunigacha hayot tug'izib ondan akitma deb o'ylagan ekan, lekin bu qiz qutulib qoldi ekanda. Endi bu qizning dapaga yana bir hikoyasi bor ekan. U 15 minutlik hikoya ekan. Shu 18 yoshga kirgan jarayonda bo'lgan ishlar o'xshaydi. Uni aytib so'zlab beray. Bo'ldi hamsa bugungi hikoyam shuncha bo'lsin. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.